Dapenci. Acayip okşatma dapenci. Dapenci ola müşterak ola. Okşaptım okşaptım. Müşterak okşatıp çok yap kıralaştamlar. Bana dapenci biri yedim yani çok yedi. Bu dapenci okşatkan özümüzden alay rızık sokkan biz dapenci doğrumuz var. Bu doğra dapencini bu şunda okşatıda. Hem bu gep tügüde hem de kor jariyanını bir körüp bakaylı. Aval tokunup pakız yok. Bunun maylarına İşidik çalıqagan öpküllerini pakız tazlayımız, boyundaki göçlerini, bezlerini eli bitimez, kuyruğunu kesip eli bitimez. Bu toq pakız olgan dikin bunu yanaq çoğunluğda toğrap tayyak qilamiz. Tayyak bo'lgan dikin bunu bir dapenjiga 1 kilo 200 gram salama. Asli 1,5 kilo salamsizlar, 1 kilo 8 gram salam sasani buludu. 1 kilo 200 gram göçün tayyak bo'lgandan keyin so'ng piyoz, shenjo, samsaq, sinjalan tayyak qilamiz. Ikkita yangi tayyak qilamiz. 5 gramda 6 gram yangi bo'lsa bo'ldi. Endiki to'qil bir qayt berib olgandan keyin xo'rsennamaydan bir chumuch qo'yamiz. 40 gram atrofi shikar salamiz, ko'pik chiqib, ko'pik tugaydigan vaqtda to'xun salamiz ha. To'xuga azroq hajo qetib salib o'tirib hajo 12 gimtal qetib, buni davomli qo'raymiz. Davomli qo'rgandan keyin bu to'xuga bu ko'ydiro shikar intachiraq rang berdi. Hem ranglar chiqib, taki etta musharat kaygacha mana. Hamda bizning to'xuningga shu tetqisdan 3 qushiq dardama qo'shdi. Shenjo, samsaq sinjalar selib buni qo'raymiz. Hamda suvdan 5 chumuch bayoq, tuzdan 4 qushiq, vijingdan 4 qushiq, jijing 4 qushiq. Qag'iniga azroq ochiq suv bilan bizning maqsad tanishib olgan dapenjining meva. Shu maydan bir chumuch qo'yib go'yaga solamiz. Go'yagoda 5 minutda sanxonjimava. 5 minut qaytib bu yoq usib musharat chiqarsak bo'ldi. Dapenji o'qishtirmoqlar o'qish bo'ladi, ustamlar. Mushunda o'qishtirgan dapenji durust lazım bo'lsa, ayrim xat gap qilinglar, rahmat, hammalarga